Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Qalb sadosi loyihasiga xush kelibsiz. Bugun siz bilan birgalikda iste'dodli ijodkor Ilhom Qahhorov qalamiga mansub qalblarni titratuvchi "O'qing, faqat yig'lamang" hikoyalar to'plamini tinglaymiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hikoyamiz nomi Eslatma. Kunlardan bir kun bir kishi yaxshi kayfiyatda o'ziga yoqqan ashulani xirgoyi qilib yangi qimmatbaho mashinasida ketayotgan edi. Yo'l chetidagi bolaga ko'zi tushib, tezlikni sal kamaytirdi. Bolakay unga nimalarnidir imo-ishora qildi, lekin u e'tibor bermay beparvo ketaverdi. Bolaning yonidan o'tgach, tezlikni yana oshirmoqchi bo'ldi. Ammo shu payt birdaniga mashinasiga bolakay otgan tosh kelib tegdi. U mashinasini to'xtatib, tosh otgan bolaning oldiga kelib, jahl bilan uning yoqasidan tutdi-da, "Hoy ahmoq bola, nega meni mashinamga tosh otding? Bu mashina necha pul turishini bilasanmi?" Shunda bolakay javob berdi: "Meni kechiring amakijon, men sizga ham mashinangizga ham zarar yetkazmoqchi emasdim. Gap shundaki, mening akam nogiron. U nogironlar aravachasidan yo'lning chetiga qulab tushdi. Akamni ko'tarib qaytadan aravachasiga o'tkazishga kuchim yetmayapti. Bu yerdan odamlar o'tmaydi. Mashinalarning esa birortasi to'xtamayapti. Majbur bo'lib tosh otmaganimdamaydi, siz ham to'xtamagan bo'lar edingiz." Shunda u odamning yo'ldan pastroqqa cho'zilib yotgan nogiron bolaga ko'zi tushdi. Uning oyoq-qo'llari kalta, ojiz va ishlamas, o'zi gapira olmas, faqat ingrar edi. Ko'zlaridan esa yosh oqayotgan edi. Bu holatni ko'rgan haligi kishi hayratdan qotib qoldi. O'zining beparvorligidan uyalib ketdi. Tomog'iga bir narsa tiqilgandek bo'ldi. Nogiron bolaning bu ayanchli ahvoliga rahmi kelib, ko'zlari yoshga to'ldi. Tezda yordam berishga shoshildi. Ko'z yoshlarini yashirishga kuchi yetmadi. Bolani ko'tarib nogironlar aravachasiga o'tkazdi. Keyin uning ukasidan kechirim so'rab, mashinasi sari otlandi. Shunda yangi mashinasining tosh tekkan joyi pachoq bo'lganini ko'rdi. Pachoq bo'lgan joyini mehr bilan silab qo'ydi-da, mashinasiga o'tirdi. O'tirdi-yu, chiday olmay ho'ngrab yubordi. "Meni kechir Allohim, beparvoligim uchun kechir. Mol dunyo ko'zimni ko'r qilib qo'yibdi. Hamma narsam bor, pulim ko'p, hech narsaga muhtoj emasman. Ammo atrofimda qanchadan qancha yordamga muhtoj kishilar, nogironlar, kasallar, kambag'allar borligini unutibman. Shu nogiron bola ham dunyoga bir marta kelgan. U ham boshqalardek yurish, turishni, gapirishni, baxtli bo'lishni istar. Ammo yiqilsa hatto o'rnidan tura olmaydi. Dildagilarni tiliga chiqarib gapira olmaydi. Uning ham qalbida qancha g'am, alam bo'lsa kerak. Axir ko'zlaridan yosh oqayotgan edi-ku." Men esa shoshilib ukasining yoqasidan tutib, "Mana, o'zing kechir Allohim." Shundan so'ng haligi kishi mashinasining pachoq eshigi bilan uzoq yillar yurdi. Uni tuzattirmadi. Har gal ustalar shu ozgina pachoqni tuzatib qo'yaylik deganida, u odam quyidagicha javob berardi: "Yo'q, tuzatish kerak emas. Chunki bu pachoq men uchun doimiy eslatma. Atrofimdagi odamlarning hammasi ham menga o'xshab boy, sog'lom, baxtli emasligi. Buning hammasi menga Alloh taoloning bergan ne'matlari ekanligi to'g'risida eslatma. Men bularning hammasiga shukr qilib, boshqalarni ham esdan chiqarmasligim kerakligi haqida eslatma. Nogironlar, muhtojlar, kasallardan xabardor bo'lib yurishim kerakligi haqida eslatma. Beparvo bag'ritosh bo'ladigan bo'lsam, menga u dunyoda ham tosh kelib tegishi mumkinligi to'g'risida eslatma. Oxiratdan eslatma. Dunyoda men xursand bo'lib yurardim. Kelajakka ko'p rejalar qurardim. Ko'zim ochdi kelib ketgan bitta tosh. Hikmat ekan, dars bo'ldi bu eslatma. Fikr qilsam, faqat o'zni o'ylabman. Men doimo foydam uchun so'ylabman. Tosh tekkuncha xatoyimni ko'rmabman. Ko'r ekanman, ko'zimni ochdi eslatma.
Boqsam atrofimda qancha nogiron, yotibdi og'ir kasallar bedarmon, ularning muhtoj ekanin begumon. Bildim endi, dars bo'ldi bu eslatma. Unutmagin do'stim hech oxiratni, qo'ldan berma har bir imkon fursatni. Savob ish qaytarar kelgan kulfatni, muruvvat qil, dars bo'lsin bu eslatma. Mehringizni yashirmang. Bolaligimizda bor, yo'qlar ko'p edi. Nima istasak yo'q deyilardi. Ota-onamiz qiyinchilik davrlarida katta bo'lishgan. Bizlar ham ularning ko'rgan qiyinchiliklari ta'sir etadigan davrga to'g'ri keldik. Men o'zim 1962-yil tug'ilganman. Nima istasak yo'q, nima xohlasak yo'q. Masalan, shim olib bering desam, yo'q deyishadi. O'yinchoq olib bering deyman, o'zing yasa. Men o'yinchoqlarimni loydan yasaganman. Ba'zan otamning cho'ntaklarini kesib, ichiga yung solib, to'p qilib o'ynardim. Singlim qo'g'irchoqlarni o'zi tikdi. Shuning uchun oddiy narsaning qadrini ham juda yaxshi bilamiz. Bir kuni dadam, sizlarga yangi shim olib kelaman, dedilar. Biz juda xursand edik. Yo'qlarga o'rgangan quloqlarimizga juda yoqimli eshitildi bu. 3 aka-singil qishloq tashqarisiga chiqdik. Qo'llarimizni iyagimizga qo'yib, xayol qura boshladik. Raisning o'g'liga o'xshab bizlar ham yangi shim kiyamiz. Men 3-sinfga borardim. Singlim 1-sinf. Ukam Rafid 6 yoshda. Bizlar u paytda gulli ishtonlar kiyar edik. Ukam menga, "Shimingizni qaysi rangda bo'lishini xohlaysiz, akajon?" dedi. Juda sodda bo'lganmiz. Butun qishloqda elektr, televizor yo'q. Dunyodan bexabar edik. Qora rangli bo'lsin dedim. Qaniydi meniki ko'k bo'lsa dedi. Shahar oyoq kiyimini ham sotib oladilarmi deb yana so'radi. Yo'q, qora rezinka kalish bor-ku, o'shandan olib keladilar dedim men. O'sha paytda uzoqdan avtobus ko'rindi. Orqasidan chang qo'zg'atib kelyapti. Bor umidimiz shu uzoq kutganimiz shim kelyapti. Dadam paketlarni ochdilar. Menga qora shim, oq yoqalik qora kiyim va qora kalish, singlimga ham xuddi shu kiyimlar. Lekin havas bilan kutgan, bizlarga savol berib, hayajonlantirgan Rafid ukam hayron. Paketlarni rosa tutdi. O'zinikini topa olmagandan keyin dadamga qarab, umid bilan menga yo'qmi dedi. O'g'lim, keyingi safar albatta olib kelaman dedilar. Lekin men rosa kutayotgan edim, dedi ukam va yig'lab boshqa xonaga kirib ketdi. Dadamning ham ko'zlariga yosh kelganini payqadim. Kechki ovqat dasturxonida hammamiz jim o'tiribmiz. Faqatgina ukamning yig'isiragan ovozi eshitilardi. Xo'rsinib qo'yar edi. Men ertalab maktabga ketdim. Kelganimda ukam menga qarab, "Akajon, sizga qora shim rosa yarashibdi. Men ham bir marta kiyib ko'rsam bo'ladimi?" "Yo'q, bo'lmaydi. Kir qilib qo'yasan" dedim. Ikkinchi kun ham rosa yalindi, bermadim. 3-kun ham bermadim. Men ularni yotog'im yoniga qo'yib asrar edim. Rosa xohlab zo'rg'a erishganman axir. 4-kun ham oldimga kelib, "Akajon, bu yangi shim sizni juda chiroyli qilib turibdi. Oyoq kiyimingiz ham yarashibdi. Menga ham yarashsa kerak-a" dedi. Bermaslik uchun bahona qila boshladim. "Senga to'g'ri kelmaydi. Uzun bu. Pochasini shimarib kiyaman" dedi. "Yo'q, kir qilib qo'yasan" dedim. "Gilam ustida kiyaman" deb javob qaytardi. "Iltimos, jon akajon, 5 daqiqa xolos" deya yalinardi bechora akagina. "Bo'pti, ertaga juma kuni maktabdan kelib beraman. Faqat 5 daqiqaga. Kir qilmaysan.
biror narsa bo'lsa yomon qilaman dedim. Kechqurun birga yotibmiz. Ukam sekingina meni turtib, fikringizdan qaytib qolmaysiz-a, akajon? Haqiqatda berasiz-a, deya ko'zlarida quvonch bilan so'rar edi. Ha, beraman dedim. Men ertalabgacha uxlamayman. Tezroq tong otsin, tezroq shimni kiyay dedi. Ertalab maktabga ketish uchun turganimda ukam ham turdi. Akajon, bugun vaqtliroq keling, xo'pmi? Men sizni shu eshik oldida kutaman dedi. Maktabga ketyapman. Orqaga qarasam ukagina hovli eshigi oldida meni kuzatib turibdi. 3-darsda sinfimiz eshigi ochildi. Direktorimiz kirib keldi. O'qituvchimiz qulog'iga bir narsa dedi va menga qarab, "Alijon bo'lam, uyingga bora qol. Otang seni kutyapti" dedi. Mening darrov xayolimga kelgan birinchi narsa, ukam otamga ayttirib meni chaqirtiryapti. Tezroq shimni kiymoqchi deb o'yladim. Maktabdan chiqdim. Qarasam, qishloqdagilar ham biznikiga qarab ketishyapti. Men hech narsani tushunmayapman. 9 yoshdaman. Darrov eshik tevaragiga qaradim. Ukam kutib turish kerak edi. Lekin yo'q. Hovliga kirdim. Butun qishloq biznikida. Onamlar dod deb baqiryaptilar. Rafitimni bering menga. Bolajonim, qo'zichog'im. Chol amaki yangi olgan traktori bilan eshigimiz oldidan o'tayotgan ekan. Bolachani ko'rmabdi. Meni kelishimni kutayotgan ukam traktor tagida jon beribdi. Men ukajonimga shimimni kiydirmoqchi bo'lgan kunim ukam o'ldi. Otam sevgi ko'rmagani uchun u sevgini bizlarga ham berishni bilmadi. Bizlarni yaxshi ko'rardi, lekin sevgisini ko'rsatmasdi. Bizlarni quchoqlamasdi, bag'riga bosmasdi. Ey do'stlar, sevgingizni ko'rsating. Sevishingizni bildiring. O'sha kuni ukam yuvilganidan keyin kafanlandi. Dadam ilk marotaba men olaman dedilar va ukamni bag'rilariga bosdilar. Faryod qilib, "Rafet, men seni mozorga emas, bozorga borib shim olib bermoqchi edim. O'g'lim, tur o'g'lim, iltimos, yur bozorga boramiz" deya yig'lay mozorga ketdilar. Men hozir o'ylayapman. Qaniydi hayotlik paytida aytsalar edi. Biz u sevgi so'zlarini eshitish uchun ko'p kutdik, lekin eshitmadik. Endi otam, ukam eshitolmaydigan paytda baqirib faryod qilyaptilar. Hozirgi bolalar bizlardan topa olmagan sevgini qo'l telefonlaridan qidiryaptilar. Nega bolalar boshqa narsalarga talpinyapti? Bolalarni o'g'irlash uchun xilvatlarda kutayotgan insonlar ota-onasi ko'rsatmagan tabassum bilan ularni aldashyaptilar. O'lkamni, oilamni, bolalarimni sevaman. Oldin ko'pincha band bo'lar edim. Turli yig'ilishlarga, konferensiyalarga borardim. Ammo bu yil bormayapman. Chunki mening qizim saraton kasalligiga chalingan. Endi u davolanyapti. Men esa doim farzandim oldida bo'lishga harakat qilyapman. Hozir qizim yashayapti va shu hayotlik paytida men uni rosa yaxshi ko'rishimni ko'zlariga qarab ochiq aytyapman. Men qizimni yaxshi ko'raman va shuni yashirmayman. Sizlar ham mehringizni yashirmang. Ko'rsating.